Xo'jayin, hamma aytgan ishlaringizni qilib qo'ydim. Musurni ham olib borib to'kib qo'ydim. Endi haqqimni bersangiz, kun qoraymasdan uyga yetasan. Ha, yaxshi. Haq beriladi. Kashlogim qani o'zi? Qatga qo'y. Mana ekani kashlogim. Va mana ichidagi pulni sen oldingmi? Jamila? Lapi adasi, yo'q, ko'rmadim kashlogingizni, pulingizni ham olmadim. Ayolim olmagan bo'lsa, sen olgansan o'g'ri. Qani ichidagi pullar? Piyanista. Men pulingizga teganim yo'q, men o'g'ri emasman. Men mardikorman, lekin o'g'ri emasman. Pulingizni men olganim yo'q. Ey, hozir militsiya chaqiraman. Kelgan viloyatingga jo'natib yuboradi. Chaqirmaganimga shukr qilgan o'g'ri, yo'qol uyimdan chiqib ket. Men hayotda birovni puliga xiyonat qilgan odam emasman. Pulingizni men olmadim. Xudo haqqi men olmadim. Sizni boylik bilan sinayotgan Alloh meni yo'qchilik bilan sinayapti. Men piyanista emasman, alkash emasman. Men pulingizni olmadim, men o'g'ri emasman, mardikorman, ishchiman, to'g'ri, lekin pulingizni olmaganman. Ishoning, Xudo haqqi men sizni pulingizni olmadim. Menga pulimni bering. Qizimga va'da berib qo'yganman, so'mka olib beraman, forma qilib beraman deb o'qishiga. Iltimos pulimni bering, keta olmayman. Men ilojim yo'q. Ey, artistlik qilma. Pul qani bo'lmasan? Pul. Mana ata polis. O'g'lim, pul sendamidi? Birodar, men pulni oling. Men bilmagan edim. Kechiring meni iltimos. Men roziman aka, bunaqa holat uchrab turadi. Men haqqimni oldim. Lekin bir narsani biling aka, biz musulmonmiz. Gumon iymondan ayiradi aka, iymonsiz bo'lib qolmang.